Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya hujjatlar, qayta hisob kitob va pensionerlar hozirdanoq nimalarga tayyor turishi kerak. Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotgan insonlarga emas, yaqin yillarda pensiya chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki birgina noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki o'z vaqtida berilmagan ariza pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda, misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim tinchroq bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pensiya oshadi? Qaysi holatda qayta hisoblash kechikadi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bu ma'lumot ko'pchilik oilalarning daromadiga, ota-onalarimizning kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun juda sodda ko'rinadi. Odam yillar davomida ishlaydi, pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi va davlat unga har oy pensiya to'laydi. Lekin amalda masala bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. U ish stajiga, rasmiy ishlagan davrga, ish haqi ma'lumotlariga, ijtimoiy sug'urta badallari to'langan to'lanmaganiga, ayrim imtiyozli davrlarga va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganiga bog'liq. Oldin ko'p odamlar ish stajini mehnat daftarchasi orqali isbotlardi. Korxona nomi yozilgan, ishga qabul qilingan sana bor, bo'shatilgan sana bor, muhr bor, imzo bor. Shuning o'zi ko'p hollarda asosiy dalil bo'lib xizmat qilgan. Ammo hozir raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlar turli idoralar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, lekin yomon tomoni shundaki, eski yillarda ishlagan korxonasi yopilib ketgan. Hujjatlar arxivga topshirilmagan yoki mehnat daftarchasida xato yozilgan odamlar qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Indeksatsiya deganda esa pensiyalarning narx-navo, inflyatsiya, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab oshirish tushuniladi. Oddiy qilib aytsam, agar bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensiya avvalgidek qolib ketmasligi kerak. Indeksatsiyaning maqsadi pensionerning xarid qobiliyatini saqlab qolishdir. Ya'ni pensiya miqdori oshganda bu faqat raqam chiroyli bo'lishi uchun emas, real hayotda non, yog', go'sht, dori va kommunal xarajatlarni qoplashga yordam berishi uchun qilinadi. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimi tobora ko'proq aniq hisob-kitobga, elektron ma'lumotga va hujjatlarning to'g'riligiga tayanmoqda. Men bu yerda eng muhim narsani aytmoqchiman. Endi men ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Davlat idorasi sizning ishlaganingizni hujjat, elektron baza, arxiv ma'lumoti yoki boshqa tasdiqlovchi dalil orqali ko'rish kerak. Ikkinchi muhim jihat, indeksatsiya hamma uchun bir xil sezilmasligi mumkin. Masalan, kimdir minimal pensiya oladi, kimdir o'rtacha pensiya oladi. Yana kimdir uzoq yillik staji va yuqori ish haqi bo'yicha ko'proq pensiya oladi. Foiz bilan oshirish bo'lsa, katta pensiya oluvchi odamda oshish summasi kattaroq ko'rinadi. Kam pensiya oluvchi odamda esa nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Agar minimal miqdorlar ko'tarilsa, eng past pensiya oluvchilar ko'proq yutishi mumkin. Shu sababli har bir pensioner menga qancha qo'shiladi degan savolga alohida yondashish kerak. Uchinchi jihat, qayta hisoblash masalasi. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ayrimlar esa oldin hisobga olinmagan ish staji, arxiv hujjati yoki ish haqi ma'lumotini keyin topadi. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Ammo bu avtomatik ravishda har doim ham darhol bo'lmaydi. Ba'zan ariza, hujjat, tekshiruv, ma'lumotlar solishtirilishi kerak bo'ladi. Men birinchi navbatda eski yillarda ishlagan pensionerlarga e'tibor qarataman. Masalan, 1960 yillar, 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshlarida zavod, kolxoz, shirkat, kichik korxona, qurilish tashkiloti, savdo nuqtasi yoki xususiy firmada ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirib qo'yish juda muhim. Chunki o'sha davrda ko'plab korxonalar nomini o'zgartirgan, ayrimlar yopilgan, ayrimlarining arxivi tartibsiz qolgan. Misol uchun, opa 32 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida faqat 25 yil staj ko'ringan. Nega? Chunki 7 yil ishlagan korxona keyinchalik tugatilgan, arxivga ma'lumot to'liq topshirilmagan. Mehnat daftarchasida esa muhr xira. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana noto'g'ri yozilgan. Natijada pensiya tayinlashda bu davr to'liq qabul qilinmagan. Agar opa arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olsa, sud yoki tegishli idora orqali stajni tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi norasmiy ishlaganlar.
Men buni ko'p ko'raman. Odam 15 yil bozor savdosida, qurilishda, xizmat ko'rsatishda, taksida yoki mavsumiy ishda mehnat qilgan, lekin rasmiy ish shartnomasi bo'lmagan, soliq yoki sug'urta to'lovlari yuritilmagan. Bunday mehnat hayotda bor, ammo pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Bu juda achinarli holat. Lekin pensiya tizimi hujjatga tayanadi. Shuning uchun hali pensiya chiqmaganlar hozirdan rasmiy ishlashga, o'zini o'zi band qilishni to'g'ri rasmiylashtirishga, daromad va to'lovlar izini qoldirishga e'tibor berishi shart. Uchinchi xavf guruhi ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya miqdorini hisoblashda ma'lum davrdagi ish haqi muhim bo'lishi mumkin. Agar odam yaxshi oylik olgan, lekin bu ma'lumot bazada yoki arxivda topilmasa, pensiya pastroq chiqishi ehtimoli bor. Masalan, aka 1995-2002 yillarda ustaxona boshlig'i bo'lib ishlagan, o'sha paytda yaxshi maosh olgan, lekin korxona keyin yopilgan, ish haqi vedomoslari arxivga topshirilmagan. Mehnat daftarchasi stajni ko'rsatadi, ammo ish haqi ma'lumoti yo'q. Natijada hisob-kitobda eng foydali davr to'liq aks etmasligi mumkin. Agar sizning ish faoliyatingiz so'nggi yillarda to'liq rasmiy bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchasi va davlat bazalarida ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, xavotir ancha kam bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Hatto rasmiy ishlagan odamda ham ism familiya yozilishida xato, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, korxona nomi boshqacha yozilishi yoki stajda uzilish noto'g'ri aks etishi mumkin. Masalan, bir fuqaroning pasportida Abdullayev deb yozilgan, eski hujjatda esa Abdullayev deb yozilgan bo'lishi mumkin. Lotin va kiril yozuvidagi farqlar ham ayrim holatlarda tekshiruvni cho'zadi. Yana bir misol, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin eski ish joyidagi hujjatlarda qizlik familiyasi qolgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lmasa, stajni bog'lashda savollar tug'iladi. Shuning uchun men har bir pensionerga va pensiyaga yaqinlashayotgan har bir insonning farzandlariga aytaman. Ota-onangizning hujjatlarini bir marta tartib bilan ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, pasport, JSHIR, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari hammasi bir joyda bo'lsin. Bu oddiy tartib kelajakda ko'p asab, vaqt va pulni tejaydi. Endi real hayotga yaqin raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, bir pensioner 22 yil rasmiy staj bilan pensiya olmoqda. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Indeksatsiya natijasida pensiyalar deylik 10% oshirilsa, uning pensiyasi taxminan 20.000 so'mga ko'payib 1.320.000 so'm bo'ladi. Bu ko'rinishda yaxshi. Lekin agar shu odamning oldin hisobga olinmagan 5 yillik staji topilsa va qayta hisoblash asosli bo'lsa, pensiya miqdori qo'shimcha ravishda oshishi mumkin. Demak, indeksatsiya alohida, staj bo'yicha qayta hisoblash alohida masala. Ikkinchi misol, ona 2000 yil rasmiy ishlagan, keyin uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. U minimal yoki minimalga yaqin pensiya oladi. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, bunday insonlar foizli oshirishdan ko'ra minimal kafolat ko'tarilishidan ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Chunki ularning asosiy muammosi yuqori staj emas, past bazaviy miqdor. Shuning uchun yangilikni eshitganda faqat necha foiz oshadi deb emas, minimal pensiya, nafaqa va qo'shimcha to'lovlarga qanday ta'sir qiladi deb ham qarash kerak. Uchinchi misol, erkak kishi 35 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqqandan keyin yana 30 yil rasmiy ishlashda davom etgan. U o'ylaydi, men yana ishladim. Demak, pensiyam avtomatik katta bo'lishi kerak. Bu yerda tartibni aniq bilish kerak. Ishlagan davr haqiqatan ham hisobga olinishi mumkin. Ammo qayta hisoblash uchun belgilangan tartib, muddat va ariza masalasi bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish beruvchidan barcha rasmiy to'lovlar yuritilayotganini, ish davri elektron bazada aks etayotganini tekshirish kerak. 4-misol. Ayol kishi pensiya tayinlanganda bir nechta ish joyidagi ma'lumotni olib kelmagan. Chunki baribir kam yil kerak bo'lmasa kerak deb o'ylagan. Aslida esa o'sha 2 yil ham ba'zan muhim. Chunki pensiya hisobida har bir tasdiqlangan davr ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa chegaraviy holatlarda, ya'ni staj bir necha oy yoki bir yil yetmay turganda kichik ko'ringan hujjat katta farq beradi. Endi eng ko'p xato qilinadigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi haqidagi xabarni eshitgan zahoti hamma bir xil summa kutadi. Bu noto'g'ri. Pensiya tizimida turli toifalar bor.
yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar har birining hisoblash tartibi va o'shish mexanizmi bir xil bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Ba'zan qaror e'lon qilinadi, lekin amalda to'lovlar ma'lum sanadan boshlab hisoblanadi. Ayrimlar nega bu o'y hali oshmadi deb xavotir qiladi. Bu yerda rasmiy hujjatda ko'rsatilgan kuchga kirish sanasiga qarash kerak. Agar oshirish in sanadan belgilangan bo'lsa, keyingi to'lovda farq qo'shib berilishi mumkin. Lekin har bir holatda mahalliy pensiya bo'limi yoki rasmiy elektron xizmatdan aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya bank kartasiga tushadimi, naqd shaklda olinadimi, ishonchnoma orqali olinadimi? Bular ham amaliy jihatdan muhim. Masalan, pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin hujjatdagi muammo pulni olishni cho'zadi. 4-nozik jihat qo'shimcha imtiyozlar. Ba'zi pensionerlar kommunal kompensatsiya, parvarish puli, nogironlik bo'yicha ustama, urush yoki mehnat faxriyligi bilan bog'liq imtiyozlar, yolg'iz keksalar uchun yordam kabi masalalarda huquqqa ega bo'lishi mumkin. Lekin odam bilmagani uchun murojaat qilmaydi. Men doim aytaman, pensiya miqdorini tekshirayotganda faqat asosiy pensiyani emas, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha qo'shimcha to'lovlarni ham so'rang. 5-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar pensiyasi oshganini ko'radi, lekin kartaga tushgan pul kutilgandan kam bo'ladi. Sabab ba'zan kredit, aliment, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankni ayblashdan oldin to'lov varaqasini, pensiya bo'limidagi ma'lumotni va ijro hujjatlarini tekshirish kerak. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammolarni sanab o'taman. Birinchisi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq emas. Ishga qabul qilingan, lekin bo'shatilgan sana yo'q, yoki buyruq raqami yozilmagan, yoki muhr o'qilmaydi. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchining tasdiqlovi yoki boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Ikkinchisi, korxona nomi o'zgargan. Masalan, avval zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Hujjatlarda ketma-ketlik ko'rinmasa, idora bu bir xil tashkilotmi yoki boshqa joymi deb savol berishi mumkin. Bunday holatda korxonaning qayta tashkil etilgani haqidagi arxiv ma'lumotlar yordam beradi. Uchinchisi, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri yoki to'liq emas. Ma'lumotnomada oylar bo'yicha summa, imzo, muhr, tashkilot rekvizitlari aniq bo'lishi kerak. Agar faqat falonchi ishlagan deb yozilgan bo'lsa, bu staj uchun yordam berishi mumkin. Lekin ish haqi hisoblash uchun yetarli bo'lmasligi ehtimoli bor. 4-si, shaxsiy ma'lumotlarda farq. Tug'ilgan sana, ism, otasining ismi, familiya, pasport ma'lumotlari turli hujjatlarda boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda tuzatish kiritish yoki bog'lovchi hujjat ko'rsatish kerak bo'ladi. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgarishi bo'yicha nikoh guvohnomasi juda muhim. 5-si, chet elda ishlagan davr. Agar inson boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davrning pensiya hisobiga kirishi xalqaro shartnomalar, davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar va hujjatlarning tasdiqlanish tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu masalada oddiy mishmishlarga emas, rasmiy tartibga tayanish kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni to'liq yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSS shir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari va oldingi pensiya qarorlari bir papkada tursin. Ikkinchi qadam, stajni tekshiring. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishlagansiz? Har bir ish joyi bo'yicha alohida ro'yxat tuzing. Masalan, 1994-1999 maktabda o'qituvchi, 1999-1996 tuman kasalxonasida hamshira, 1996-2004 xususiy dorixonada sotuvchi, 2004-2020 poliklinikada xodim. Har bir davrning hujjati bormi, yo'qmi belgilang. Bo'sh joy qolsa, aynan o'sha joyni tiklash kerak bo'ladi. 3-qadam, pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, arizada aniq talab bo'lsin. Mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish stajim va ish haqi davrlarini
yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki falon yillardagi ish stajimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. 4-qadam arxivga so'rov yuboring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivida uning hujjatlari bo'lishi mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz va hozirgi aloqa ma'lumotingizni aniq yozing. Arxivga men ishlaganman, topib bering deb umumiy yozish ishni sekinlashtiradi. Qancha aniq yozsangiz, javob olish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 5-qadam elektron xizmatlarni tekshiring. Hozir ko'plab ma'lumotlarni onlayn ko'rish mumkin. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insondan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. SMS kod, elektron imzo, bank karta ma'lumotlari juda ehtiyot bo'lishni talab qiladi. 6-qadam. Agar rad javobi olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab yozilishi kerak. Sababni o'qing, hujjat yetishmayaptimi? Ma'lumot tasdiqlanmayaptimi? Muddat masalasi bormi? Hujjatda xato bormi? Shundan keyin kamchilikni tuzatish mumkin. Ayrim holatlarda yuqori turuvchi idoraga shikoyat qilish, ayrim holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash kerak bo'ladi. Buni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilish kerak. Men alohida ogohlantiraman. Hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi. Pensiyangiz to'xtaydi. Falon pul bersangiz pensiyangizni ko'paytirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy hujjatlar. Qonuniy tartib va hisob-kitob orqali hal qilinadi. Hech kim sizga noqonuniy yo'l bilan barqaror va xavfsiz pensiya oshirib bera olmaydi. Agar kimdir sizdan pul so'rab, tanishim bor, bazaga kiritib qo'yadi desa, bu juda xavfli. Birinchidan, siz pulingizdan ayrilishingiz mumkin. Ikkinchidan, noto'g'ri hujjat taqdim etish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchidan, keyin ortiqcha to'langan deb topilsa, summani qaytarish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat rasmiy yo'l, rasmiy ariza, rasmiy javob. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, har oy tushayotgan summani yozib boring. Pensiya oshgan oyda eski summa va yangi summani solishtiring. Agar farq tushunarsiz bo'lsa, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Menga shuncha tushdi deb taxmin qilishning o'rniga asosiy pensiya qancha, ustama qancha, ushlab qolish qancha deb aniq bilish kerak. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan rasmiy mehnat shartnomasi borligini, ish haqi qonuniy o'tkazilayotganini, soliqlar va tegishli to'lovlar yuritilayotganini tekshiring. Faqat konvertdan maosh olish bugun qulay ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida zarar keltiradi. Agar siz pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, kamida 1-2 yil oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Pensiya yoshiga yetgan kuni arxiv qidirish juda noqulay. Arxiv javobi haftalar yoki oylar olishi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lsa, izlash yanada qiyinlashadi. Vaqt borida tayyorlangan hujjat pensiyaga chiqish jarayonini ancha yengillashtiradi. Men bu gapni farzandlarga ham aytmoqchiman. Ota-onangiz pensiya masalasida ko'pincha hujjat, onlayn xizmat, ariza tartibi, bank kartasi yoki SMS tasdiqlashda qiynalishi mumkin. Bu ularning aybi emas. Tizim o'zgaryapti, raqamlashtirish kuchayyapti, hujjat talablari aniqroq bo'lyapti. Siz ularga yordam bering, hujjatlarni skaner qiling, papkaga joylang. Ariza matnini yozishda ko'maklashing, rasmiy idoraga birga boring. Lekin yordam berayotganda ham ehtiyotkor bo'ling. Ota-onangiz nomidan ariza topshirsangiz, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ularning bank kartasidan foydalanish, SMS kodlarini olish, elektron imzo bilan kirish masalalarida qonuniylik va xavfsizlikni unutmang. Maqsad yordam berish, lekin tartibni buzmaslik. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya islohoti, indeksatsiya va qayta hisob-kitob masalalarida eng kuchli himoya bu tartibli hujjat va aniq ma'lumotdir. Pensiya oshishi hammaga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Kimdadir indeksatsiya orqali summa oshadi. Kimdadir minimal kafolatlar muhim bo'ladi. Kimdadir esa eski staj yoki ish haqi ma'lumoti topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni tekshiring. Stajingizni yozib chiqing. Arxiv ma'lumotlarini tayyorlang. Pensiya bo'limidan yozma tushuntirish so'rang. Eng muhimi, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumot va hujjatga tayaning. Sizning oilangizda pensiya hisobida muammo bo'lganmi? Pensiya oshishi, indeksatsiya yoki staj masalasida qanday savollaringiz bor? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing
Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, pensiyaga yaqinlashayotganlar va ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda zarur.